Bugun geometri darslarimizni 3-kunini davom ettiramiz. Demak, bugun 3-si. Nasib bo'lsa, fevralgacha to'liq ko'rib tugatamiz. Demak, bugungi mavzu burchak tomon munosabatlari. Demak, burchak tomon munosabatlarida qachon uchburchak yasash mumkin emas. Xo'p, shu kabi qoidalarni o'rganamiz. Demak, birinchi qoidaga qaraymiz. Birinchi qoida. Demak, birinchi qoidamizda nima deyapti? Berilgan burchaklar MA burchak, MB va MC katta yoki teng bo'ladi. Demak, bu qoidadan kelib chiqadi. Katta tomon qarshisida katta burchak yotadi. Demak, masalan, mana bu yerda eng kattasi A ekan. Masalan, A burchagimiz masalan o'tkirdir, o'tmasdir. Buni bila olmaymiz. Faqat shu qoidani o'rganib qo'yamiz. Katta tomon qarshisida katta burchak yotadi. Birinchi misolga e'tibor qaratamiz. 68 plus 42 plus x teng bizga 180 ga. Endi qo'shamiz buni. 68 plus 42 bizga 110 gradus plus x teng 180. Endi x topsak, bu 70 gradusga teng bo'ladi. Endi qaraymiz, yozamiz. Aytdim, katta tomon qarshisida katta burchak bor. 70 gradus qarshisida qaysi burchak bor? Tomon bor. C bor. Xo'p, bu eng kattasi. Endi 68 ning qarshisida B bor. Eng kichigi 40 gradus qarshisida A bor. Demak, bu munosabatdan A katta B katta C kelib chiqadi. Xo'p, ikkinchisiga qaytamiz. Xo'p, ikkinchisida nima deyapti? 95 ga 48 ni qo'shamiz. 95 ga 48 ni qo'shamiz. Mana bu yerdagi tashqi burchagi hosil bo'ladi. Mana bu yerdagi. Va 180 ni ayirib qo'yamiz. Xo'p, 95 plus 48 bizga 143 gradus beradi. 143 bizga xo'p 37 gradus beradi. Bu demak, mana bu 37 gradus. Mana bu 37 gradus. Endi buni qo'yamiz. 80 plus 47 xo'p 127 gradus. Bizga mana buni tashqi burchakni beradi. Demak, 180 dan 147 ni ayiramiz. 27 ni ayiramiz. Bizga xo'p 60 53 gradusga teng bo'lib qoladi. Demak, yozaman. Mana bu burchagimiz 53. Demak, xo'p, A, B, C uch burchak uchun qo'llaymiz. Eng kattasi bu yerda xo'p, C. C doimgidek, chunki u mana 95 gradusli burchak qarshisida turibdi. Keyingisi o'rtada A turibdi, eng kichigi B gradus. Endi yozamiz. A, D, C uch burchak uchun. A, D, C uch burchak uchun eng kattasi D bo'lib turibdi. D, eng o'rtachasi D, chunki D bo'lsa E ga to'g'ri keladi. Demak, quyidagi nisbat o'rinli ekan. Xo'p, keyingisida ham shartni ko'ramiz. Xo'p, bu 60 40 bo'lsa 100 gradus bizga yetmaydi. 80 gradus. Keyingisi 32 48 bizga yetmaydi. 100 gradus. Xo'p, endi qaraymiz. Mana bu 100 o'tmas burchak. Tushunarlimi? O'tmas. Demak, bundan kelib chiqadiki, mana bu ikkita burchagimning yig'indisi, mana alfa bilan alfa 1 ning yig'indisi o'tkir burchak bo'lishi kerak. Chunki 100 dan oshib ketsa, bu uch burchak, ichki burchaklar yig'indisi 180 dan chiqib ketadi. Xo'p, boshlaymiz. 80 gradus qarshisida eng uzun tomonni toping degan. Eng uzun tomon. 80 gradus qarshisida C turibdi. Bu eng uzun tomon bizga hozirchalik. A, B, C, A uch burchak uchun yo A, B, C uch burchak uchun. Endi qaraymiz. Ikkinchi uch burchakka o'tganda 48 bu eng uzun qarshisida turgan eng katta burchak bo'lib qoldi. Demak, alfa 1 bilan alfa 2 dedik, o'tkir burchak. Bu 100 dan past burchak hisoblangani uchun biz oladigan burchagimiz, demak, xo'p, G burchagimiz, G tomon eng katta bo'ladi. Demak, uch burchakda G tomon eng katta bo'ladi. Xo'p. Bu ham o'sha shartga tushadi. Xo'p, 5 ni ko'ramiz. 5 ni. Xo'p, 5 da nima deyapti? Xo'p, 42 xo'p 90 bo'lish uchun mana bu 48 bo'lish kerak. Mana 48 gradus bo'lish kerak. Xo'p, bu tomon 90 bo'lish uchun 42 ga to'ldiramiz. Bu tomon esa o'zidan o'zi
48 gradusga kelib chiqadi. Endi yozamiz. Qaysi tomon katta? Eng katta burchagimiz qaysi? Mana bu uchun. Bu uchun y yozamiz. Keyin bizga z bor. Xo'p, x bor, z bor. Endi z ni topamiz. Z 42 ga x 42 z bo'lsa 48 demak kichigidan kattasi tomonga bordi. Xo'p, keyingisi berilgan ekan MB burchak butun. Xo'p, MA 40 gradus. Mana bu 40 gradus. 40 gradus. Endi kichik. Demak bu 40 dan past. Bu ikkita burchagimizni topamiz. Bular teng. Alfa deymiz. Endi qaraymiz. Bu 40 dan past bo'lsa, demak bu 140 gradus bo'lishi kerak. Mana bu ikkita teng yo'llikni tomon. Demak 2 alfa plus xo'p 2 alfa teng kichik 140 desam, 140 desam, xo'p, alfa bu yerdan 70 chiqadi. 70 gradus chiqadi. Endi minimum B deyapti. 70 dan bitta oldinga suriladi. Bu alfamiz bu yerdan minimum qiymati 71 gradus kelib chiqadi. Tushunarli? Alfa 75 gradusga teng ekan. Xo'p, berilgan shakl quyidagilarning qaysi biri to'g'ri debdi. Demak, buni nima qilamiz? Xo'p, mana bu burchak necha gradus bo'ladi bizga? 36 bo'ladi. Endi bu 72, bu 36 gradus. Birinchisi aytibdi, AB tomon AC ga teng. Demak, AB tomon haqiqatan ham AC ga teng. Chunki yon tomondagi burchaklari teng. Keyingisi AC teng BC. AC teng BC. AC BC ga teng bo'la olmaydi. Chunki bu 36, bu 72. Xatolik yuz beradi. Chunki mana burchak ham farq qiladi, oshib ketadi. Xo'p, keyingisi 3-shartni tekshiramiz. BD tomon katta ADdan. BD katta ADdan. Xo'p, BD tomon ADdan kattaligi u shakl jihatdan ham ko'rinib turibdi. U oldingi mavzularimiz o'tgan parallel to'rtchiliklar mavzusidan ham kelib chiqadi. Isbotini keyinroq ko'ramiz yana ham. Xo'p, keyingisi AC tomon BDdan katta. Bu ham to'g'ri. AC tomon haqiqatan ham BDdan katta. Endi bizga to'g'ri javoblar 1, 3, 4. Demak, birinchi qoida bo'yicha tushunmagan joylaringizni so'ranglar. Tushunarlimi? Birinchi qoida. Xo'p, demak, ikkinchi qoida uchburchak tengsizligi deb ham ataladi. 3 ta tomon berilgan bo'lsa bizga, xo'p, ikkita tomonning ayirmasi, ikkita tomonning yig'indisiga teng, ya'ni o'rtadagi nisbat usti. Masalan, xo'p, ekran qanday ko'rinadi? Yaxshimi? Qotayotgan yo'q-a? Yo'q. Xo'p, ketdik. Demak, bizda ikkita tomon bor. 4 bilan 10. Nima qilamiz? Bu yerda x turibdi. X ni noma'lum qilib olamiz. Demak, x ni o'rtaga qo'yamiz. Ya'ni yozamiz. Ikkita tomonning yig'indisi 10 plus 4. Bu tomonda esa 2 minus 4. Ikkita tomonning ayirmasi. Demak, bu 6 ga teng bo'ladi. Bu tomon x katta 14 dan. Demak, bizga uchburchakni x qabul qiladigan qiymat tushunlar 614. Xo'p, ovozda uzilishlar bo'ldi, davom etamiz. Qotayotgani yo'q bo'lsa. Xo'p, keyingisi 2x minus 4 ni o'rtaga olib qo'yamiz. 2x minus 4 yozamiz. Demak, bitta tomon 7 plus 5 deymiz bu tarafda. Bu tomonda esa 7 minus 5 deb yozamiz. Demak, 7 dan 5 ni ayiramiz 2. 2x minus 4. Bu tomonda 7 plus 5 12. Endi bu tarafga 4 ni qo'shamiz. 6 katta 2x katta 16. 12 plus 4. Demak, 2 ga bo'lib yuborsak 3 katta x katta 8. Demak, x ni qabul qiladigan qiymatlari 3 va 8 oraliqdan chiqib ketmaydi. Demak, 3 va 8 oralig'ida doimo to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi misolga qaraymiz. Bunda ikkita uchburchak bor bizga. Uchburchaklar qaysi biri? Uchburchak A, B, C va
uchburchak. Xo'p, BCD. BCD burchaklar bu. Birinchi ABC uchun bitta sistema tuzib olamiz va x ni qabul qilish qiymatlarini aniqlaymiz. Ikkinchi navbatda esa xo'p, BCD uchun bitta ifoda tuzib olamiz va ikkita sistemani birlashtiramiz. Demak, yozamiz ABC uchun xo'p, oraliq deb 3x - 1 ni oldim. 3x - 1 dedim. Katta 13 + 7 20 mi? 13 - 7 bizga 6. Demak, birni ikki tarafga ham qo'shaman. 7 katta 3x katta 20. Endi ikkinchisi, bu uchun chizamiz. O'rtaga 3x - 1 har doimgidek. Xo'p, 11 + 6 bizga 17 ni beradi. 11 - 6 bizga 5 ni beradi. Xo'p, birni ikki tarafga ham qo'shamiz. 6 katta 3x katta 18 dan. Endi 3 ga bo'lib boramiz. 2 katta x katta 6 to'g'ri. 3 ga bo'ldik buni. 7 taqsim 3 katta x katta 20 taqsim 3. 20 taqsim 3 bizga 6,3 mi shunday qiymatni berdi. Endi ikkita sistemani birlashtiramiz. Ya'ni qaysi birini birlashtiramiz? Ya'ni mana bu. Xo'p, mana bu ikkita qiymat bilan mana buni birlashtiramiz. Demak, x'im 7 taqsim 3 dan boshlandi. Chunki 7 taqsim 3 kichikroq. 7 taqsim 3 dan boshlandi. X katta 6 3 gacha bormaydi va butun qiymat 6 gacha kelib to'xtab qoladi. Tushunarli, ha? X'imiz mana shu ikkita oraliqda qiymat qabul qildi. Hop, keyingisiga e'tibor qaratamiz. X tegishli natural sonlar. Demak, bu yerda burchak munosabatlarini ko'rsatgan. Demak, bu yerda eng katta burchagimiz A, keyin C, keyin B nisbatida ketyapti. Demak, bizga so'ragan summani. Summa bu yig'inni degan. Yig'inni, ya'ni masalan, bitta oraliq chiqdi bizga 3 u 4 deymiz. Bu bizga 3 dan 4 gacha bo'lgan har bir sonni qo'shib chiqdi degani. Xo'p. Misolga qarasak, xo'p. Tomon munosabatlarini tuzib olamiz. Demak, 11 katta x katta 6. Demak, bitta tomonlarni yozib oldim. Birinchi qoida bo'yicha. Xo'p, ikkinchi qoida bo'yicha yozamiz. Xo'p, 17 qo'shdim. X ayirdim 6. Endi qaraymiz. Ikkitasini birlashtirdim. Menga nima hosil bo'ldi? Xo'p. 11 x 11 katta. Xo'p, x bu yerda 6. Mana shu holat yuz berdi. Bu nima degani? 6 va 11 oraliq degani. 6 va 11 dagi sonlarni qo'shaman. 7 + 8 + 9 + 10. 11 kirmaydi, chunki biz kirmaydi deb shart berdik. Agar 11 ni olsak, uchburchak tengsizligidan chiqib ketadi. Demak, hammasini qo'shib chiqib 19 + 17 bizga 34 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi 6-inchisi ham 3-chi misolga qarab o'xshash, bitta uchburchak tengsizlik tuzib olamiz. Xo'p. 6 bo'lsa, keyingisiga qaraymiz. Minimum y uchun maksimum x ni topishni so'ragan. Nima qilamiz? Xo'p, bitta uchburchak mana y uchburchak ADC uchun deymiz. ADC uchun. Xo'p, ADC uchun nima bo'ladi? Xo'p, ikkita y deymiz. Yo, 2 katta y katta. Xo'p, nimadan bo'ladi? 9 - 7 dedik, 9 + 7 deymiz. 16 bo'ladi. 2 16 oraliq. Endi keyingisiga. Uchburchak ABD. Nima deymiz? 3 - y katta x katta 3 + y. 3 + y. Demak, bu yerdan y ning eng kichik qiymati, demak, 2 dan katta bo'lsa, 2 katta y bo'ladi. Demak, minimum qiymati deb 3 ni olamiz. 3 ni qo'ysak bu yerda 3 ni qo'ysak, bu 0 bo'lib qoladi. 0 katta x katta 3 ni qo'ysak 6 bo'ladi. Demak, 6 dan katta x katta 6. Bu uchun eng maksimum qiymat bizga 5 ni ola olamiz faqatgina. Agar 7 ni olsak, bu uchburchak tengsizligi qoidasidan chiqib ketadi. Xo'p, keyingisiga qaraymiz. Perimetr ABC berilgan, minimum perimetr ABC ni toping degan. Demak, mana bu tomon 12, demak bu A buni B deb olamiz. Buni A buni B deb olamiz. Mana o'chirib turamiz. Xo'p, A buni B deb oldik. Endi qaraymiz. Tomon uchun uchburchak tengsizligini tuzamiz. Ya'ni nima? A minus B. Xo'p, katta 12, kichik A plus B. Ana shart qo'yib olamiz katta.
Xo'p, endi nima qilamiz? Endi a plus b demak katta yaqin 12 dan. Ana shu nimaga kerak bizga? Uchburchakning perimetrini bilamiz. 3 ta tomon yig'indisi. P, A, B, C. Xo'p. A plus B mana 12 formula uchun yozib plus dedik. A plus B ni 12 deb olamiz dedik. 12 dan katta, demak 12 ni ololmaganimiz uchun bu yerdan xo'p, maksimum 13 ni olamiz. Demak A plus B 13 bo'lsa, 13 plus 12 xo'p, bizga 25 gradus 25 ga teng bo'ladi. Demak, uchburchak perimetri. Bu nimadan kelib chiqyapti? Ikkita tomonni proporsionallikdan foydalanib, uchburchak tengchiligi orqali xo'p, perimetr bizga berilgan A plus B plus C dedik. Perimetrdan esa A plus B ni maksimal qiymati katta 12 dedik. 12 kirmadi keyin 13 ni oldim. Demak, ikkinchi qoida bo'yicha tushunmagan savollaringiz do'stlar. Ikkinchi qoida bo'yicha tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, uchinchi qoidaga o'tamiz. Demak, uchinchi qoida. Uchinchi qoidada alfa burchak asosiy rol o'ynaydi. Mana bu burchakdagi alfamiz teng 90 bo'lsa, bizga bu Pifagor teoremasi beradi. Bu o'zidan to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lib qoladi. Agar alfa katta 90 bo'lsa, o'tmas burchakli bo'ladi va a kvadrat katta b kvadrat plus c kvadrat qonuniyati bajaradi. Agar alfamiz xo'p, kichik bo'lib qolsa, a kvadrat kichik b kvadrat plus c kvadrat shart bo'ladi. Demak, alfamiz xo'p, kichik 90 gradus deyapti. Demak, bu 0 gradusdan 89 gradusgacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi. Xo'p, bu uchun mana bu shartni qo'llaymiz. A kvadrat nimaga teng bizga? Xo'p, x ning kvadrati yozamiz. X ning kvadrati katta 12 ning kvadrati plus 16 ning kvadrati. Xo'p, 12, 16 Pifagor sonlaridan bizga x ning qiymati 3-tomonimiz mana. Uchburchak desak 12, 16 desak, bu tomon Pifagor sonidan necha bo'lib chiqadi? 20 bo'ladi. Demak, buni kvadrat qilib qo'ysam bo'ladi. Demak, x ning kvadrati katta 20 ning kvadrati. Tashlab boraman, x katta 20 hosil bo'ladi. Endi ikkinchi qoidani qo'llaymiz. 12 minus x 16 minus 12 deymiz. Katta x dan katta 16 plus 12. Buni ishlab qo'yaman. Xo'p, 4 katta x katta 28 dan. Demak, ikkita oraliqni birlashtirsam, 4 katta x katta 20 degan javob kelib chiqadi. Xo'p, ikkinchisi. Xo'p, tomon berilgan, demak. Ikkita tomon alfa burchaklarimiz teng. Alfa burchak teng. Xo'p. Tengsa bu 8, 8, bu x, bu 6 demak, xo'p. Xo'p. Uchburchak tengchiligini tuzib olamiz. Ya'ni nima qilamiz? Xo'p, 2 birinchisi uchun 2 mana bu uchun olamiz. 2 katta x katta 6 plus 8 14 bo'ladi birinchisi. 14. Xo'p, ikkinchisi uchun x ning kvadrati. Demak, mana bu alfa o'tkir bo'ldimi? Bu o'tkir dedik. Mana bu o'tmas bo'ladi burchagimiz. O'tmas bo'ladi. Mana bu ikkita alfamiz esa, ikkita chekkadagi alfa 1, alfa 2 desak, bular o'tkir burchak bo'ladi. Demak, o'tkir burchak bo'lgani uchun demak yozaman. X ning kvadrati, xo'p, katta 10 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati. Demak, bu bizga nima beradi? Pifagor sonini qo'llaymiz. 6 kvadrati katta, xo'p, 10 ning kvadratidan. Demak, x katta 10. X katta 10 mana bu oraliq bilan birlashtiraman. Bu yerdan 10 katta x katta 14 degan javob kelib chiqadi bizga. Tushunarli? Xo'p, keyingisi ham shu qoidadan kelib chiqadi. Bu yerda 50 maksimum qiymatini so'ragan. Xo'p, keyingisi uchinchisida 5 demak. Xo'p, berilgan ekan. Mana davom ettiramiz.
O'tgan mavzuga qatnashganlar biladimi? Mana buni chizamiz. Bu yoyiq burchak bo'lgan. Mana alfa deymiz. Xo'p, mana bu 2 alfa bo'ldi. 2 alfa. Bu teng ikkitasi. Xo'p, mana bu tomon pastda ham alfa bo'ladi. Xo'p, demak, BDC burchagimiz 45 dan kichik deyapti. Xo'p. Yozaman. Ikkita alfa ham 90. Ikkita alfa 90 deb turaylik. Kichkina 90. Alfa nima chiqadi? 45 chiqadi. 45 kiramiz. Endi yozamiz. 9 ning kvadrati plus AC tomonning kvadrati, xo'p, kichik x ning kvadratidan. Tushundingmi? AC tomon nimaga teng o'zi? AC tomon o'nga teng bo'ladi bizga. AC tomon o'nga teng. Xo'p, yozamiz. 9 ning kvadrati, xo'p, 81, 10 ning kvadrati 100. X kvadrat, xo'p, bo'ladi 182. Tushundingmi? 182. Xo'p, bu yerdan x ning qiymati 13, ya'ni 169. Bungacha bo'lgan butun son 13 deb qabul qilaman. 13. Endi xo'p, 1 desak, AC 1. 9 ketdim. AC tomonimizni 1 deb olamiz. Xo'p, yozaman. AC kvadrat plus 9 ning kvadrati teng o'tmas bo'ldi xato ketdi. X kvadrat. Xo'p, demak, bundan kelib chiqadi x kvadratimiz, xo'p, katta 82, bu 9 ga yaqinlashadi. X katta 9. Bu yerdan bizga maksimumini so'ragan, maksimum x'imiz bizga 8 bo'lib bera oladi. 8 dan oshib ketsa, uchburchak tengsizligidan chiqib ketadi. Xo'p, keyingisi 6. Bu xo'p, mana shuni ko'raylik. Maksimum bilan minimum yig'indisini so'radi. 7 da. Xo'p. Nima qilamiz? Xo'p, bitta to'g'risiz tortaylik. Mana bu bilamizchi? Qoidaga ko'rganimizdek 90 minus alfa taqsim 2 bo'ladi. 90 minus alfa taqsim 2. Endi yozaman. Bu 5 ekan, bu 12 ekan. 5 ning kvadrati plus 12 ning kvadrati. Xo'p, katta bo'lsin bizga x ning kvadratidan. Demak, buni hisoblasam 5 12 bu Pifagor sonidan 13 ga kelib chiqadi. 13 ning kvadrati katta x ning kvadratidan. Bu yerdan x katta 13 chiqadi. 13. Xo'p, endi oralikka tushiraman. Xo'p, B12 minus 5. Bu bizga 7 ni beradi. Katta x katta. Xo'p, hisoblasam 12 plus 5 bu 17 ni beradi. Demak, 13 va 17 buni birlashtiramiz. Xo'p, 7 katta x katta 13 bo'ladi. Bizga max x bilan minimum x ni so'ragan. Maximiz bu yerdan 12 chiqadi. Bu yerdan 7 bo'lmagani uchun 8 ni olamiz. Va javobimiz 20 gradusga kelib chiqadi. Xo'p. 3-qoida tushunarlimi? 3-qoida. Allarni tashlab ketyapmiz bir-biriga o'xshash bo'lganligi uchun. Videosi tashlab beriladi, dars videosi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Demak, hech kimga savol bo'lmasa, xo'p. Video yozib 4-qoida, demak, ikkita perpendikulyar tortilganda x'imizning qiymati a minus b taqsim 2 va a plus b taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, misol tariqasida ko'ramiz, misollar orqali. Xo'p, bu isboti mana bundan kelib chiqamanni birlashtiramiz. Xo'p, tortamiz to'g'risi, mana buni y deymiz. Xo'p, mana bu b bo'ladi. B deymiz, chunki teng bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu a ga teng. Buni to'g'ri tushirsak, bu x ga teng bo'ladi. Xo'p, isbot qanday kelib chiqadi? Mana uchun uchburchak tengsizligini qo'llaymiz. A minus b deymiz. Katta x katta. Xo'p, 2x bo'ladi. Chunki mana bu x, bu x. Katta a plus b.
Endi 2 ni bo'lib beraman har bir tarafga. A minus B taqsim 2 katta x katta A plus B taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Isbot qiyin emas. Xo'p, keyingisiga qo'shamiz. Xo'p, 4 ga 8 ni qo'shib 4 dan 8 ni 8 minus 4 deymiz. 8 minus 4 taqsim 2 katta x katta. Xo'p, 8 minus 4 taqsim 2. Xo'p, 8 minus 4 bizga 4 ni beradi. 4 ni 2 ga bo'lamiz. 2 katta x katta 12 taqsim 2 bu 6 ga teng. Demak, oraliq shundan chiqib ketmaydi. Xo'p, keyingisi uchun qo'llaymiz. 3 ga 5 5 dan 3 dan ayiramiz. 2 keyin 2 ni 2 ga bo'lamiz. X 5 plus 3 8 taqsim 2. Demak, 2 ni 2 ga bo'lamiz. 1 katta x katta 4 oraliq kelib chiqadi. Xo'p, keyingisida A burchagimiz M burchak 90 dan o'rganamiz. O'zi to'xtab qoldimi? Xo'p. Ekran o'chib qolmadim. Xo'p, keyingisi 3 ta. Xo'p, chizig'ini davom ettiramiz. Va parallel to'g'risida tortaman ikkita. Xo'p, mana buni to'liq tortish kerak edi o'zi xato ketdi. Chizamiz. Xo'p, mana buni to'liq tortamiz endi. Xo'p, mana bu ham x ga teng bo'ldi bizga. Xo'p, bu tomon 8. Endi uchburchak tengligini yozamiz. 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati bizga nima teng? 2x ning kvadratidan katta. Xo'p, bu hisoblasak Pifagor 10 ning kvadrati katta 2x ning kvadrati. Kvadratlarni tashib bersak, bu yerdan 5 katta x kelib chiqadi. Xo'p, 2 ga bo'lib bordim. Endi B90. Xo'p, qoidani qo'llasak 6 plus 8 14 6 minus 8 hisoblaylik birinchi. 8 minus 6 2 taqsim 2 bu 1 bo'ladi. Katta x. Shuni katta x. Xo'p. Keyin katta 8 plus 6 14 qilib ekanmi? Buning osti bilan 1 katta x katta 7 ni ola olmayman, 5 ni olaman. Demak, javobimiz mana shunga teng bo'lar ekan. Xo'p. Bu ham xuddi shunday parallel to'g'risida bitta tortamiz, ikkita tomonni bir-biriga nisbat qilib qo'yamiz. Xo'p, max x ni topish kerak. Ikkinchisini ko'ramiz. Xo'p, demak, 5-qoida agar markazda bitta burchak qo'yilgan, xo'p, x teng c plus d katta a plus b bo'ladi. Xo'p, buni ham qoidasi oldingi mavzu o'tgan uchburchakdagi burchaklar mavzusida isboti kelib chiqadi. Xo'p. Formula orqali qo'llaymiz. Xo'p, 7 xo'p, katta x plus 6, mana bu x plus 2 plus 4 bo'ladi. 6 katta, xo'p, 7 plus 3 o'nda. Xo'p, 4 bo'ladi bizga. Xo'p, keyingisida max x ni topishni so'ragan. Nima qilamiz? Birinchi yozamiz mana bu uchun. 4 plus x deymiz. 4 plus x katta 12. Ikkita tomon uchun. 4 plus x ni soddalashtiramiz. Xo'p, x katta 12 minus 4. Bundan x chiqadi bizga 8. Demak, menga maxini so'ragan. Demak, bu 8 dan bitta kichik son olamiz. Butun qiymat bizga 7 ga teng bo'lib qoladi. 7 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, uchinchisiga qarasak, uchinchisiga max qiymatini so'ragan. Demak, x eksi butun sonlarda. Xo'p, yozamiz. X plus 7 deyman. Xo'p, kichik 10 plus 8. 10 plus 8 mana bu tomon. Xo'p, x plus 7 kichik 18. Demak, soddalashtirsam x kichik bu yerdan 11 chiqadi. Demak, 11 dan bitta arg'a qaytamiz. Bu bizga x ni 10 ga teng qiymatini beradi. Chunki 11 dan oshib ketdimi, bu bizga qoidani buzilganligini bildiradi. Xo'p. Bizga demak 4-chi, 5-chi qoidalar bo'yicha tushunmagan savollar bormi? Demak,
tushunmagan savollar bo'lmasa, keyingi qoidaga o'tamiz. Gapirishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa gapirishingiz mumkin. Tushunmagan joyingiz bo'lsa yozing yo ayting. Demak, savol bo'lmasa davom etamiz. Xo'p, 6-qoidada perimetrni so'ragan. Uchburchakning perimetri bilamizki A plus B plus C. Xo'p, perimetrdan ikkita o'si A plus B plus C ga teng. Ya'ni yarim perimetrga teng deb ham ataladi bu. Ko'rishimiz mumkin uchburchakning perimetri yuzasidagi mavzuga kelganda. Xo'p, nima qilamiz? Misolga o'tamiz. Demak, xo'p, A, B, C tomon berilgan 4, 8 va 6. A plus B, Z maksimum qiymatini so'ragan. Demak, yozamiz 9 katta A plus B. Xo'p, katta bo'ladi bizga. Demak, formulaga qo'llatyapman. 18. Xo'p, 9 va 18 oraliqdan chiqib ketmaydi. Demak, bizning ifodamiz. Demak, 9 va 18 ifodadan chiqib ketmasa, xo'p, bu bo'ladi. Demak, maksimum qiymati 17 ni olamiz. Mana bu yerga 17 ni qo'ysak, 17 9 dan katta va 18 dan kichik bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisiga x plus y ning minimum qiymatini so'ragan. Yozamiz. X plus y plus z taqsim 2, ya'ni tomonlar yig'indisini yarmi katta 12 dan va 5 4 9 dan, ya'ni mana bu x y va zimiz. 12 dan xo'p, kichik x plus y plus z, ya'ni formula uchburchakning yarim perimetri deb ham ataladi. Endi nima qilamiz? Xo'p, x plus y plus z ning minimum qiymati nima bo'lishi mumkin? Qaraymiz. Xo'p, x plus y plus z. Z ni minimum qiymati. Xo'p, mana buni so'rab. Demak, bu qanday kichik son chiqadi? Masalan, mana bu yerga 13 ni olsak, ixtiyoriy. 13 2 ga bilamiz 6,5 desak, xo'p, 12 dan 12 doimo katta 6,5. Demak, x plus y plus z imiz bizga berish kerak 13 ga doimo. Chunki 13 katta 12 dan doimo. Bu shartni qanoatlantiradi formula bo'yicha. Xo'p, keyingisiga yozamiz. Xo'p, 7 qo'shib chiqsak tomonlarni 7 katta A plus B plus C ichki uchburchakning yig'indisi. Kichik 14 tashqi tomonlar. 2 ga ko'paytiramiz buni. 2 o'ldik-ku. Bu 7 bo'lsa bu 14 bo'ladi. 14 bo'lsa agar bu 28 bo'ladi. Xo'p, bizda maksimum qiymatini so'ragan. Demak, 7 dan katta son olamiz, 14 dan kichik son. Bu bizga albatta 13 son. Demak, maksimum qiymati 13 ga teng bo'ladi. Xo'p, 6-qoida bo'yicha tushunmagan savollar. Xo'p, tushunmagan savollar 6-qoida bo'yicha. Xo'p, 6-qoida tushunarli bo'lgan bo'lsa 7 ga o'tamiz. AF tomon AFC tomonga teng. BY tomon esa YD tomonga teng bo'lsa, A minus B taqsim 2 katta X, A plus B taqsim 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, bu yuqorida ko'rgan qoidamizga to'g'ri keladi. Xo'p, mana bu B taqsim 2 nisbatlarga bo'lib qo'ygan. Xo'p, bizga x ni topishni so'ragan. Nima qilamiz? Xo'p, 8 minus 4 taqsim 2. Bu 8 minus 4 taqsim 2 katta x katta 8 plus 4 taqsim 2. Demak, 8 minus 4 4 ga teng, 4 ni 2 ga beramiz. 2 katta x katta
12 taqsim 2 bu 6 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisida so'ragan, xo'p, ikkita tomon bor, x qiymatini topishimiz kerak. A y s ga teng, df f b ga teng. Xo'p. O'rtadan tortsak 45 gradusga teng tomonli uchburchak munosib bo'lib qolishi ham mumkin bunda. Xo'p. Nima qilamiz? 5 minus 3 taqsim 2. 2 taqsim 2 katta x katta esa 5 3 taqsimlar katta x katta 4 ga teng bo'lib qoladi formuladan. Xo'p. Bu ham yuqoridagi misol kabi ishlanadi. Masalan, ko'ramiz. BF tomon FT ga teng, AY tomon EC tomonga teng. Demak, ikkita tomon bizga 8 bilan 6. Xo'p, 8 minus 6 taqsim 2 katta x katta 8 plus 6 taqsim 2 ga teng. Demak, 8 minus 6 2 taqsim 2 bu 1 ga teng. Xo'p, x desak 8 plus 6 taqsim 2 14 taqsim 2 bu bizga 7 ga degan qiymatni beradi. Demak, 6 va 7 qoida bo'yicha tushunarli bo'lmagan savollar. Tushunarlimi? 6 va 7 qoidalar. Demak, biz tushunmagan savollaringiz bo'lsa, gap qo'l ko'taring, ochaman. Tushunmagan bo'lsalaringiz. Demak, hech kimga savol yo'q, davom etamiz. 8 va 9 qoidalarni ko'rib chiqamiz. Demak, 8, 9 qoidalar asosan xo'p, kosinus 30, kosinuslar teoremasiga to'g'ri kelar ekan. Demak, kosinuslar teoremasini hammamiz bilsak kerak. Demak, bunun uchun trigonometrik jadval bor, uni yodlashimiz kerak. Kosinus 3 gradus L 3 taqsim 2, 60 da 1 taqsim 2, 45 da L 3 taqsim 2. Qo'llanish usuli a kvadrat, ya'ni bitta tomonni olamiz, ikkita tomonning kvadratini yig'indisi, xo'p, plus c kvadrat minus 2 ta b esa kosinus alfani kelib chiqadi. Isbotini ko'rsak, mana bitta balandlik tushiramiz. H balandlik. Endi qaraymiz. Mana 90 gradus perpendikulyar tushdi. Kosinus qo'ylasa, s ko'paytirilgan kosinus alfaga teng. Shunday alfamiz s ko'paygan kosinus alfaga teng. Bu tomonda esa b minus c ko'paygan kosinus alfa. Kosinus alfa. Buni Pifagor teoremasi orqali kvadratga ko'tarib qo'ysak, ya'ni c minus c ko'paygan kosinus alfaning kvadrati teng a kvadrat minus xo'p, b minus c ko'paytirilgan kosinus alfani kvadratiga teng bo'lib qoladi. Buni kvadratga ko'targan paytimiz mana bu ifoda bizga kelib chiqadi. Demak, misollar orqali ko'ramiz. MB'miz 60 dan kichik. Xo'p, 60 dan kichik bo'lsa, mana bu tomonni alfa deylik mayli. Alfa desak, kosinus alfani topamiz. Kosinus alfa nimaga teng? Kosinus alfa b kvadrat plus c kvadrat minus a kvadrat taqsim mahrajimizda bo'ladi. Xo'p. A, B, C. Ya'ni ikkita. Ikkita B, C. Demak, mana ikkita tomonni kosinuslasak, kosinus 60 gradusga nimaga teng? Biz bilamizki, 1 taqsim 2 ga teng. Demak, 1 taqsim 2 alfa oshmaydi. Yozamiz. Mana hisoblarimizda 1 taqsim 2 dan qilib ishlab ko'ramiz. A ni o'rniga bizga kerak 8, keyingisi 5, keyingisi x. 8 ning kvadrati 64 plus 25 minus x kvadrat mahrajda 2 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan xo'p 5 1 taqsim 2 dan. Demak, buni xo'p tomon ko'paytirib qo'ysak, bizga nima hosil bo'ladi? Hisoblasak 89 minus x kvadrat 89 minus x kvadrat xo'p kichik 80 ko'paytirilgan 1 taqsim 2.
Demak, bu ketadi 40 qoladi. Demak, x kvadratimiz xo'p, katta 49 dan bo'lib qoladi. Demak, x ni topsak bu yerdan 7. 7. Endi tomon munosabatini bilamiz. Tomon munosabatini qo'llab ikkinchi tomonni topib qo'yamiz. Ya'ni qo'shib 2 ga bilamiz. 8 + 5 -5 3 taqsim 3. Keyingisi x katta. Xo'p, 8 + 5 bu 13. Demak, oraliq bu. Xo'p, keyingisi mana bu 7. Demak, ikkalani hammasini birlashtirsak bizga umumiy javobi 3 katta x katta 17 dan bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi ham shu bir xil. Uchinchisini ko'ramiz. Uchinchisida. Mana buni alfa deymiz. Bu alfa. Tamam. Nima yozamiz? Mana bu ikki tarafni ham alfaga ta'sir qilsak, alfamiz 30. Kosinus 30 dan nima ayting? Ildiz 3 taqsim 2, ya'ni kosinus alfamiz ildiz 3 taqsim 2. 30 gradus bo'lgan uchun. Yozamiz 6 ning kvadrati plus 6 ildiz 3 ning kvadrati. Xo'p, bu 108 bilan 108 minus x kvadrat. Mahrajda yozaman 2 ko'paytirilgan 6 ko'paygan 6 ildiz 3. Xo'p, kichik katta max so'ragan uchun ildiz 3 taqsim 2. Demak, bular ketadi. Demak, hisoblasam nima bo'lib qoladi? 36 plus 108 minus x kvadrat katta 1 kichik 108 bo'lib qoladi. Endi buni soddalashtiraman. X kvadrat xo'p bo'laman 36. Bu yerdan x ni 6 ga kelib chiqadi minimum. Demak, 6 dan bitta katta son maksimum bu bizga x teng 7 ni berib qo'yadi. Demak, 8-qoida kosinuslar teoremasi tushunarlimi? Kosinuslar teoremasi yozamiz. Kosinuslar tushunarli bo'lgan bo'lsa, balandlik, bisektrisaga va medianaga o'tamiz. Demak, balandlik, bisektrisa va mediana. Xo'p, uchburchakda 3 ta balandlik, 3 ta bisektrisa va 3 ta medianaga ega. 3 ta ega. Endi qaraymiz. Xo'p, A tomon, B tomon, C tomon bu birinchi qoidani ko'rdik. Uchburchak tengsizi dedik. Keyin tomonlarga xo'p, balandlik, mediana, bisektrisa tushirilgan holatlarni ko'rdik. Bizga NA bisektrisa doimo katta bo'lar ekan. Demak, mana buni qaraymiz. A tomon nimaga teng bizga? A tomon xo'p 4 ga teng. B tomon 9, C tomon 10. Demak, shartni yozib chiqamiz. A katta B katta C mi? Tomon katta B katta C. Demak, shunday bo'lsa, demak HA, HB, keyin HC tomonga tushirilgan balandlik yozib chiqamiz. Demak, qaysi biri katta? A tomonga tushirilgan balandlik doimo katta. Mana shartni yozib qo'yaman. Demak, mana shu shart uchburchak uchun o'rinli bo'lar ekan. Balandlikda faqat. Xo'p, teng yo'lli teng tomonli uchburchak. Ikkita yon tomonlari teng. Demak, bu 6 ekan, bu 12 ekan. Xo'p, bu 12likdan mana bu necha? 12 6. Xo'p, bu ikkita burchak 60 dan bo'ladi. 60 dan. Xo'p, bizga 60 bo'lishi 12 plus 6 42 etmaydi. 42. Ya'ni bu 18 bo'lib turibdi. Plus 42 ni qo'shamiz, bu ham 60 gradusni beradi. Chunki teng tomonli uchburchakning hamma tomoni 60 gradus. 42. Bu 42 bo'lsa, mana bu nima bo'ladi? Mana bu burchagimiz 66. 66 mi? Mana bu ikkita tashqi tomonda misol. 72 gradus. Mana bu 72 gradus. Endi nima qilamiz? Yozamiz. Xo'p, uchburchak ADY. Uchburchak ADY. Bizga V ni nima dedi? V ni bizga mediana deb berdi. Mediana uchun qaraymiz. Medianada yozamiz. VZ birinchisi. Keyingisi VY, keyingisi VX. Mana bu shart bo'yicha. Tushunarli? ABC ana shart bo'yicha shu holatga kelib qoldi. Demak, uchinchisida xo'p, bisektrisa medianani ko'r. Demak, diasi 60. 60. Bu alfa.
silsak. Bu 60 bu ham. Tamam bu. Xo'p, bu 60 bu ham, chunki muntazam bo'lib qoldi bu. Xo'p, 60 ga qo'shishsa 120. 60 ga qo'shishsa 120. Bu esa bektarib turaylik. Endi yozamiz. Nima bo'lyapti? BC tomon. Xo'p, katta ABdan katta ACdan. Endi bundan kelib chiqadiki, A tomon katta, B katta, mana shu holat kelib chiqadi bu. Xo'p. Endi biz nima deb oldik? M bizga bu yerda xo'p, bisektrisa. Bisektrisa bo'lgandan keyin yozamiz. Mana shuni teskarisi bo'ladi endi. NB xo'p, NC keyingisi NA bo'ladi. Ya'ni ikkita holat bir-biriga proporsional bo'lib tushadi. Demak, sizlarga vazifa mana shu burchak tomon munosabatlaridan shu PDF tashlab beriladi. Shuni bajarsangiz, shu mavzu bo'yicha sizga umuman muammo qolmaydi. Demak, agar shu mavzuni to'la ishlab chiqsanglar, agar chiqmagan misollar bo'lsa, muhokama kanaliga tashlanglar, qo'ldan kelgancha ishlab beramiz. Xo'p. Videoni yozib olishni to'xtataman. Hammaga rahmat.